O'zbek kinosi rivojlanadimi? O'zbek kinosi rivojlanmaydi. Hech qachon rivojlanmaydi. Ming afsuski, o'zbek kinosining kelajagi yo'q. O'zbek kinosi hech qachon dunyoga chiqa olmaydi. Men buni isbotlab beraman. Chunki YouTube'ga kiring, kinoteatrga boring. Haqiqiy tomoshabin uchun olingan, o'zbek millatini taqdirini o'zgartirish mumkin bo'lgan kinolarni o'zbek tomoshabini ko'rmayapti. O'zbek tomoshabini agar o'zbek kino ijodkorlarini, sifatli kino oladigan ijodkorlarni qo'llab quvvatlamasa, qanaqadir bo'mag'ir nomlar bilan qo'yilgan kinolar rivojlanib ketaveradi. Mayli, meni kinolarimni ko'rmanglar. Ahad Qayumning kinolarida kamchilik ko'p ekan. Ahad Qayumning kinolarini ko'rish kerak emas ekan. Lekin sizlar qaysi sifatli kinoni qo'llab-quvvatladingizlar? Abdulla Avloniy, Abdulla Oripov ibrat. O'zbekiston millatini kelajagini o'zgartirish maqsadida davlat tomonidan milliard pul ajratilgan kinolarni ko'rmay, qanaqadir hype nomlar bilan qo'yilgan kinolarni ko'rasizlar. Biza xususiy nima deydi, studiya ishlatadigan kino ijodkorlar biza. Lekin o'zbek tomoshabini haqiqiy bir kinoni qo'llab-quvvatlamasa, o'zbek kinosi qachon rivojlanadi? Hech qachon